Assalomu alaykum do'stlar. Juda ham ko'p odamlar telefon qilyapti. Mana aytga qo'yaman, odamlarning telefon qilganini, yozganini o'zim 2-3 kundan beri kasal edim, javob qaytara olmayapman. Xudo xolasa sizlar uchun mana ofis ochyapmiz. Mana ko'rsatib o'taman o'zi. Mana qaranglar. Mana shu yerda ofis qilamiz. Xudo xolasa qanday ofis bo'ladi sizlarni? Mana bu yerda suratini ham qo'yaman. Suratini ham ko'rishlaring mumkin. Nima ish qilinadi bu yerda? Agarki sizlar mana men video qo'yapman, rolik qo'yapman. Ko'pchiliklar telefon qilib tushunmayapti. Menejerlarga, o'zimga ko'pchiliklar telefon qilib tushunmayapti. Chunki o'zim ham kasalman. Hozir 2-3 kun bo'ldi. 2-3 kunda ichida уже где-то bir 100 dan ziyod сообщение kelgan. Чтобы shunaqa situatsiyalar bo'lmasligi uchun mana shu ofisni ochamiz. Suratini ko'ryapsizlar qanday bo'ladi. Shu yerda kimki Tojikistonda bo'lsa, Tojikistonga ofisimizga ham kelishi mumkin. Adreslarini tashiymiz, o adreslariga kelishlari mumkin. Bet podbor personal ofisi bo'ladi. Rossiyaga ishga xudo xolasa sizlarni joylash uchun kun bo'yi ertalabdan kechgacha xolasalaring kruglosutочный qilib qo'yamiz. Sizlarni xohishlaringga qarab. Mana shu yerda sizlar nima qilganmiz? Mana qaranglar. 5 ga 4 buni ichi 5 ga 4 o'ylaymanki chotki bo'ladi. Zato 2-3 ta odam ishlaydi, undan ham ko'proq odam ishlaydi. Sizlarda har bitta odam telefon qilganga javob qaytarib, uspet qilib hammalaringizni ishga xudo xolasa joylab qo'yadi. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar, kommentariyni yozinglar, kommentariyaga nima deb o'ylaysizlar, shu qilyap turgan ishimizdan nima deb o'ylaysizlar, kommentariyaga o'tib yozinglar. Kimki yangi bo'lsa, kanalga podpisatsiya qilib qo'yinglar.